8. bab. Şu günü padişah Ahasverosh Yahudilarning düşməni Hamanning bütün öy joy, mal mülkini Xonish Estirga berdi. Mordekayning padişahning huzuriga kirishiga ijozat berildi. Chunki Estir padişahga uning o'z tuqqini ekanligini aytib bergan edi. Padişah Hamandan tartib elingan mühürlük üzükni Mordekayga berdi. Estir Mordekayga Hamanning öy joy, mal mülkini boshqarishni havola qildi. Estir yana padişahning oyig'iga yiqilib, yig'lab turib, uningdan Agagning nasldan bo'lgan Hamanning Yahudilarning naslini yo'qotish suiqasdini bekor qilishini yelinib so'radi. Padişah Estirga oltin saltanat hosisini uzatgan edi. Estir padişahning oldida o'rnidan turib, agar men oliylarning iltifotiga muyassar bo'lsam, oliylari to'g'ri tepib, mendan mamnun bo'lsalar, oliylari xolislar, bir amr tushirib, Agagning nasldan bo'lgan Hamidatanning o'g'li Hamanning imperiyalarining hamma o'lkalardagi Yahudilarni yo'qotish uchun yozilgan maktublarini bekor qilg'aylar. Men xalqimning yo'qotilishiga, tuqqanlarimning qirilishiga qandoqmi chidab tura olayman, dedi. Padişah Ahasverosh Xonish Estir bilan Yahudi Mordekayga mundoq dedi. Haman Yahudilarni qirib tashlamoqchi bo'lganligi uchun uni darga ostirdim va mal mulkini Estirga berdim. Endi xalqinglarcha mening nomimda Yahudilarga maktub yozib, mühürlük üzükümni besinglar. Şunu esinglarda tutinglarki, padişahning nomida yozilib, padişahning mühürlük üzüki besilgan har qanday maktub bekor qilinmaydi. Şunun bilan 3. oyning, ya'ni Shuvon oyining 23. kuni Mordekay padişahning putukchilarini yig'ib, Yahudilarga va Hindistondan Misrning nersigacha bo'lgan imperiyaning jami 127 o'lkasidagi raislari, baglari va amaldorlarga qarata maktub yozdirdi. Maktublar har bir o'lkaning o'z til yoziqida, shundaqla Yahudilarning til yoziqida yozildi. Mordekay padişah Ahasveroshning nomida yozdirgan bu maktublarga uning mühürlük üzükini bastırdı ve ularni ordudaki çapkur atlarga mingan chaparmanlar orqali tarqatdi. Mazkur maktublarda padişah her qaysi shaharlardagi Yahudilarning o'zini qo'g'dash uchun birlashishiga ijozat bergan. Yahudilarning o'zlariga hujum qilmoqchi bo'lgan har qanday millat va o'lkadan bo'lgan odamlarni ve ulanın xotun ballarını qirishig'a, o'ltirishiga, yo'q qilishiga ve ulanın mal mülkleriga ega bo'lishiga ruxsat berilgan. Bu ish bütün o'lkalarda 12. oyning, ya'ni Adar oyining 13. kuni, ya'ni aslida Yahudilarni qirg'in qilishga belgilangan kuni bir kun ichida ijro qilinsin deb bekitildi. Bu maktubning ko'chirma nusxasi har qaysi o'lkalarda farmon bo'lib, jakarlanadigan va hamma odamga uqtiriladigan bo'ldi. Shundaq bo'lganda Yahudilar dushmanlaridan shu kuni intiqom olishga tayyor bo'lalaydi. Chaparmanlar ordudagi chapqir otlarga minib, podshoning buyrug'i bo'yicha jiddiy otlandi. Suzadagi qal'adimi bu farmon e'lon qilindi. Mordekay oq ve kök şahane libasını kiyip, kendir yipten toqilgan so'sin rang yangsiz yipincisini yipinib, katta altın tacını taqab, padişahning huzuridan chiqdi. Suza shahri xushalliq tantanlariga cho'mdi. Yahudilarga nisbatan bu chog' baxt saodatga erishgan, shod xuramliq ve izzat hurmatga to'lgan chog' bo'ldi. Padişahning farmoni hamma o'lka va shaharlarga yetib borganda, uni anglagan Yahudilar shodlikqa to'lib, xushallik ziyofati berishdi
bayram qilish orqali tabriklashdi. Nurg'un yerlik aholilar Yahudilardan qo'rqishib Yahudi bo'lishdi.